Andijon viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlariga savollarimiz bor. Ushbu dori-darmonlar savdosidan Andijon viloyat amaldorlari manfaatdormi? Jinoyat ishidan jabrlanuvchi bo'lib o'tgan dorixona egalariga chora ko'rildimi? Fuqarolar sifatsiz dori-darmondan zaharlanib o'lishi kerakmi? Andijon viloyatida inson qadri yo'qmi? Ayblari ochilgani uchun Qamchiyevni qurbon qilishdimi? Farg'ona vodiysida faoliyat olib boradigan bloger Sunnatullo Qamchiyevni sud jarayonlarini ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritib kelayotganimiz haqida xabaringiz bor. Bugun shu mavzuga yana qaytmoqchimiz. Sunnatullo Qamchiyev ko'plab viloyat, shahar, tumanlardagi noqonuniy dori vositalari savdosini oldini olib, ijtimoiy tarmoqlarda yoritib kelayotgan edi. Andijon viloyat Asaka tumanida ham ko'plab dorixonalarda retsept asosida sotilishi kerak bo'lgan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari ochiqchasiga sotilayotgani haqida ma'lumotlarni va dorixonaga iste'molchi sifatida kiradi. Albatta bu holatlar qaysidir qo'shtirnoq ichidagi amaldorlarga yoqmaydi va Qamchiyevga nisbatan ov boshlanadi. Qonun buzilish holatlari qolib ketib, Qamchiyev kun mavzusiga ko'tariladi va uning ustidan sun'iy ravishda arizalarni yig'ish boshlanadi. Qamchiyevning maqsadi haqiqatni yoritish, aholiga sotilayotgan sifatsiz dori-darmonlar savdosiga chek qo'yish edi. Afsuski, uning o'zini xatti-harakatlariga chek qo'yishdi. Amaldorlar xohlaganidek Qamchiyev va uning sherigi ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, darhol qamoqqa olindi. Shundan so'ng Qamchiyev uchun yangi kun boshlandi. Qamoqdagi xo'rlanishlar, tahdidlar va kamsitilishlar ortidan bir necha marotaba o'z joniga qasd qildi. Bu holatga albatta tanasidagi ochiq va yopiq jarohatlar misol bo'la oladi. Qamchiyevning eng katta aybi Andijon viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi va boshqa tegishli tashkilotlar ko'rmagan kamchiliklarni ko'rgani va ularni ijtimoiy tarmoqlarda yoritgani bo'ldi. Sud hukmi o'qilmay turib, sanchas xodimlari tomonidan uning hukmi tayyorligi bo'yicha ogohlantiruvi haqiqat va adolat sudga shubha bildiradi. Bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda Andijon viloyat tergov hibsxonasida Qamchiyev qorin qismidan katta jarohat olgan bo'lsa-da, izolyatorda saqlashgan. Andijon viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlariga savollarimiz bor. Andijon viloyatida inson qadri yo'qmi? Yoki ayblari ochilgani uchun Qamchiyevni qurbon qilishdimi? Fuqarolar sifatsiz dori-darmondan zaharlanib o'lishi kerakmi? Yoki yoshlarimiz kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni bemalol sotib olishlari, iste'mol qilishlari uchun yo'l ochib berilganmi? Ushbu dori-darmonlar savdosidan Andijon viloyat amaldorlari manfaatdormi? Jinoyat ishidan jabrlanuvchi bo'lib o'tgan dorixona egalariga chora ko'rildimi? Albatta bu savollarga javob berish uchun avvalo mard bo'lish kerak. Lekin biz bilamizki, bunday mard topilmaydi. Chunki qo'rqadi. Ertaga Qamchiyevning kuni boshiga tushishi mumkin. O'zbekistonning ko'plab hududlarida ommaga olib chiqilgan muammo bilan emas, muammoni olib chiqqan shaxs bilan shug'ullanishadi. Biz ushbu tanqidiy material orqali kimnidir kamsitmoqchi emasmiz. Maqsadimiz bitta qonun ishlasin, qonun ustuvor yurtda rivojlanish bo'ladi. Biz Qamchiyev ishi bo'yicha yana qaytamiz. Bizni kuzatishda davom eting.